Men rosa qidirdim Danani, ishoninglar. Men 5 yil qidirdim, по-моему. Bilasizlar, men qilganimdan keyin 2 oydan keyin effekt bo'ldi-da bu narsa menda. 2 oyda nima qilding? Nima qilding? Hamma gapiradi. Cho'ta sen chiroyli bo'lib ketibsan. O'zga men aytayapman deb polni roz bir nima protsedura qildirsam, vau bo'lib ketar ekan deganman o'shanda. Lekin bitta nasogubka mashtimga mashtimni to'g'irlab berganlar. Men bitta ham chiziq bo'lgan, uni ham to'g'irlab berganlar. O'sha paytda 5 yil oldin. O'sha men kimga ishonaman? Faqat Danaga ishonganim uchun Danani aytayapman-ku, men rosa listach qilardim. Instagram qidirdim, chiqib qolarmikinlar deb Telegram qidirdim, chiqib qolar ekanman. Ishoning, shunaqa ichimdan o'ylab yurardim shu qizni. Eras bir kuni shu tug'ilgan kunim kuni men story qo'ygandim-da Telegramga. Eras просто smaylikcha tashaldim menga. Qarayapman doktor Dana. Dana, men sizni topdim deyapman deb. Men aytdim 5 yildan beri sizni qidiraman. Lekin men o'shandan beri aytaman, Danani qilgan menga protsedurasi haqiqatda effektivni bo'lgan ekan. Onam ham aytdilar-da, shu qizga borgan, agar nabodo borsang dedilar. Men уже men o'g'il uylantiradiganman, endi chiroyliroq bo'lishim kerak. Shuning uchun yana keldim oldilariga.